Lacetti Brus 8 avtomat korobkalarida eng ko'p muammolardan biri mashinada qishki kunida benzin rasxodi juda ham ko'payib ketadi. Bu akamizdan xuddi shunaqangi muammo bilan kelganlar. Zavodskiy holatida mashina yangiligida где-то 13-14 litr 100 kilometrga rasxod qiladi. Akamizda esa 18-20 litrgacha benzin rasxodi ko'payib ketgan. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Hozir birma-bir sizlarga benzin rasxodini ozaytirishni, qanday ozaytirishni tushuntirib o'taman. Xo'p, mana mashinamiz Brus 8 motor, avtomat korobkasi bilan jihozlangan. Xo'p, ko'rsalar birinchi o'rinda qilgan ishlaring воздушный filtrni almashtirasizlar. Воздушный filtr to'lib ketgan bo'lsa ham mashina havosi o'ralmasdan gaz yoqilg'i sarfi ko'payib ketadi. Xo'p, endi ikkinchi qilgan ishimiz mana ko'rsalaring zaslongada gazator bo'ladi. Xuddi shu gazatorni ham olib qo'yamiz. Yana gaz quyilganda keyin yana joyiga qo'yib turib, gaz bilan bemalol yursaling bo'ladi. Uchinchi qilgan ishimiz siz quyishadi. Ko'pchilik Lacetti, Bro 6 Nexia'larda mana shu narsasi chirib ketsa, shlankani primoy zaslonka emas, через bachada o'ziga o'tkazadigan qilib berishadi. Через zaslonka orqali aylansa nimaga foydasi bor desalaring. Xo'p, qaranglar. Bu yerda холостой datchik и metodorosumli datchik qatiydi. Xalq tilida aytganda cho'ra datchik bo'ladi. Mana shu datchiklarga issiq havo, masalan, suv sirkulyatsiya qilganda, zaslonka qiziganini chuvsvit qilmasdan mashina obroti baland holatda ishlaydi. Baland holatda ishlagandan keyin mashinamizni yoqilg'i sarfi ham shuncha ko'payadi. Xudo xolasa shu ishlarda hammasini qilsalar mashinada xudo xolasa zavodskiy holatda qaytadi. Bu akamizda ham benzin rasxodlari где-то bir 18-100 kilometrga 20 litr benzin chekan ekan. Akamizga ishlanchir oqilli holatda qilib rasxodlarni ozaytirib bitkazib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, Lacetti haydaydigan do'stlarimizga jo'natib, like bosishni unutmaymiz. Joninglar omon bo'lsin.